Hürmetlik vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada Sıdığa Juruzi, Washington'dan sözleyimiz. Ben yakından biri, yakı 3 gündün biri selagi 3 parça leksiya tayarladım. Dastlabki 2 parça leksiyani kaldırıp koydum. Sebebi vaziyetinin taraqqiyatı tüpeyli o leksiyalarning vaqti o'tdi. Vaziyet sizlarga belgilik. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Cumhurbaşkanı reisi Xi Jinping bilen telefonda sözleşti. Çiğslanın 8. günü de Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi reis Xi Jinping'e bir parça xat yazıp, iki devlet o'rtasida qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildirish to'g'risida qayd qildi. Shuning bilan jahonning ko'z tikib turgan payti yoki ko'z tikib turgan bu ikki davlat munosabatida intayin zo'r o'zgarish bo'ldi. Shundaqla aytamizki, bu 60 kun 11 ayning o'tgan yili 11 ayning 8 kundan bu yilgi 2 ayning 8 kunigacha mushu oraliqda o'tgan 60 kun bu dunyo tarixida ajoyib bir voqea yoki ajoyib bir ko'rinish, ajoyib bir manzara, ajoyib bir siyoset vaziyatining o'zgarishi ustida dunyo tarixiga qayd qilindi deb qaraymiz. Shuning bugun bu leksiyamizning oxirida xolos shaklda yoki vaziyat tahlili yurgizishdan burun avval bu leksiyalarni vatandoshlarimizga topshiramiz. Leksiyaning mavzusi mundaq. Birinchi, Prezident Trump bilan reis Xi Jinping telefonda uzun sözleşti. Mavzulu xabar 2 ayning 9 kun Vanbi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlar. Reuters agentligi Aqsarayning bayonotidan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump reis Xi Jinping bilan telefonda uzun sözleşti. Angliya pul muomala gazeti bu qatimqi telefon suhbatidan xabardor taraflarning uchur manbidan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump reis Xi Jinpingga mening hukumatim bir jungo siyosiga hurmat qiladi dedi. Bu Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan keyin tunji qatim reis Xi Jinping bilan telefonda sözleşkenligidir. O saylamdan keyin o'tgan yil oxirida Amerikaning bir jungo siyosati ching turishning zaruriyati yo'q degan edi. Jungo Markaziy televiziya stansiyasi xabar qilib, bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping Beijing vaqti 2 ayning 10 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan telefonda so'zlashdi. Prezident Trumpning 2 ayning 8 kuni xat avatib, Jungoning bayramini tabriklaganligiga va tilaklar tilaganligiga rahmat aytdi. Reis Xi Jinping Prezident Trumpga mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo hamkorligini kengaytirib, Amerika Jungo ikki davlatga va xalqaro jamiyatga foydali qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini va bu munosabatga yuqori baho beradiganligini bildirdi. Markaziy televiziya stansiyasi yana mundaq ko'rsatdi. Jungoning televiziya stansiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump men reis Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganimga xushalman. Amerika Jungo yuqori qatlam aloqamizni davomlashtirishimiz intayin muhim dedi. U yana men prezident bo'lib saylangandan beri ikki tarafning zich munosabat saqlab kelganligidan mamnun bo'ldim. Diqqat. Men prezident bo'lib saylangandan beri ikki tarafning yana Jungo bilan Amerika ikki tarafning zich munosabatni saqlab kelganligidan mamnun bo'ldim. Prezident Trump ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Men Amerika hukumatining bir jungo siyosatining yuqori darajada muhimligini yo'l qo'yib kelganligini tushunaman. Amerika bir jungo siyosatini ching turib yo'lga qo'ydi. Jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukan mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika bilan birlikda to'qinishmaslik, qarshilashmaslik, o'rtaq g'alaba qilish prinsipida ching turib, hamkorlikni kengaytirib, ixtiloflarni tizginlab, Amerika Jungo munosabatining muqim taraqqiyotini
ilgari süremiz. Tayvanda hokimiyat sirtidagi partiyaning qonun chiqarish komitetining a'zosi Prezident Trumpning bir jingo siyosiy tushuntirimiz deganiga javob qaytardi mavzuli xabar 2 ayning 10 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvan tabiiy Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Trump Rais Xi Jinpingga bir jingo siyosiy ching turdiganligini bildirgandan keyin Tayvanda hokimiyat sirtidagi partiyaning qonun chiqarish komitetining a'zosi mundaq ko'rsatdi. Tayvan uch taraf munosabatida avrishimlikni saqlab turishi lozim. Atay bir tarafga og'maslik lozim. Hokimiyat beshidagi partiyaning qonun chiqarish komitetining a'zolari mundaq hisobladi. Tayvan aql farosat bilan taqobil turishi, sovuqqonlik bilan ko'zitishi lozim. Hokimiyat beshidagi partiya qonun chiqarish komitetining a'zosi Chin Chimay Amerika ovoz radiosining muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Tayvan eg'ir besiqlik bilan ko'zitishi lozim. Endi mushu mavzu ostiga yozilgan inkaslarga nazar ag'diraylik, hurmatli vatandoshlarim. İnkas birinci. Tayvanmi Beijingni doğrab Prezident Trump bilan telefonda so'zlashishi kerak. Prezident Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bir davlat bilan zo'ravon, fashist davlat, terrorizmni yo'l qo'yg'uchi o'q markazi davlat, ya'ni Jungoning boshlig'i bilan telefonda so'zlashdi. Qattiq norozilik bildiramiz. Namsiz inkas ikkinchi. Tayvanning destek bo'ladigan salohiyatimi qolmadi. Qanoat qildinglarmi? Prezident Trump aslida Tayvanga yaxshi munosabat qilishi kerak edi. Tayvan mumkinni bo'lib o'zini yuqori tutib, destek bo'lishni xohlamadi. Endi yaxshi bo'ldimi? Destek bo'la olmadi. Bu dunyoda qimmatga arzigidek destek bo'la oladigan qaysi davlat bor? Inkas 3. Namsiz inkas 3. Tayvan mustaqilligiga tayanib qursak boqadigan Pop Go apandi endi nimaga tayanib qursak boqar? Inkas 4. Prezident Trumpning mundaq tez taslim bo'lishini hargiz o'ylamagan ekanmiz. Prezident Trumpning Rais Xi Jinping bilan telefonda so'zlashganiga qaraganimizda qaragan sari Jungo Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosiga o'xshab qoldi. Prezident Trumpning so'zlari butunlay Kompartiyaning sahna so'zlarini o'rinlagandek bo'ldi. Obamani ojiz deganti, hech qachon bu holga tushib qolmagandi. Acaba Prezident Trump yovuzda qurgan qiltaqqa tushib qoldimi? Hey, dunyo. Inkas 5. Afsuslanadigan bir taraf shuki, bir tarafda marksizmchi davlat zo'ravon hokimiyat, yana bir tarafda hiylagar savdogarlar Tayvan o'ttirg'i qisilib qilib, o'rindan tura olmayotdi. Prezident Xi Jinping qandaq manzaraga duch kelar? Prezident Xi Jinping xalq ra'yiga tayinish lozim. Xalq ra'yi o'z-o'ziga xo'ja bo'ladi. Marksizmchi kompartiyaga qul bo'lmaydi. Marksizmchi kompartiyaga qul bo'lmaydi. Bu Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping telefonda so'zlashgandan keyin, to'g'ri xabarlar o'tirg'i chiqqandan keyin shu xabarlarga qarta yozilgan inkaslar.